Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda Zapchas bozorining yanında 2 qavatli podkulush holatda 200 kvadrat metr bo'lgan xonadon bilan tanishib o'tamiz. Tayyor xonadon doğru girib yashaydi. Allarında yine parkovishli mesalari bor, mashina qo'yadigan. Beri kanalizatsiyasi ham ega, stupenkalar qilingan, fasadlari travesilla bo'lgan, tornallar ham o'rnatilgan, alifallar ham qilingan izlar. Sokolları, kafeler bo'lgan, girish eshiklari demir eshiklardan, gaz, svet, suvlardan muammosi yo'q. Shaharning ajoyib mestasida joylashgan Zapchas bozorining yanında 2 qavatli tayyor xonadon bilan tanishib o'tamiz. Bismillah deb giramiz. Girgandan shunday sistem 7-6lik dalani kutib oladi. Hurmatli obunachilar, oyoq teglarimiz laminat pol ham tupli pol qilingan, dekorativniy qilib, tezorlardan yillarimiz o'tilgan chiroyli qilib. Divorlar polni atachento ramkali qilib Evrostilda remont qilganlar. O'ng tarafimizda esa lesninsamiz, yog'och lesninsalardan chiroyli qilib laklab qo'ydilar. Patologlarimiz o'rtalarına tijo, chetlari gipsokardon bilan qoplanib, bina lyustralarni ham osib qo'ydilar, katta lyustralar. Chap tarafimizda bedagina rakovinalar qo'yilgan, kafellar qilingan, elektrika avtomatlari bor. Her xona uchun отдельно qo'yilgan. Katta dalon ekan. Hurmatli vatandoshlar, 6 ga 7 razmerda ishgan. Yerda lesninsamiz teyinda meda juda qo'yish uchun sharoitlar ham qilingan. Hurmatli vatandoshlar, bedaning nasoz ham bor, nasoz ham qo'yilgan. Hem biroz vash sig'adi ekan beri. Hurmatli vatandoshlar, bu tarafimizda oshxonasi bo'ladi. Bu yerda bir xonasi, sanuzelak. Yuqorida yana 3 xonasi, bir sanuzelana ega. Birinchidan tanishtirib boraveramiz. Divorlar polni atachento, sanuzelli ishlarining alyumin ramlaridan, oyoq teglari kafel, divorlar ham kafel bo'lgan, patologlar esa plastik, galagellari bor. Vanna, unitaz, rakovina ham qo'yilgan. Tayyor xonadon. O'sha sanuzellar ham polni ham millar tayyor. Eshiklar ham yine yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Vatandoshlar, ajoyib sifatli qalin eshiklardan quvvatli 8lik ekan. Berimizda razmeri eni 3,5, uzinasi 5 metr razmerda tushgan. Divorlar remont qilingan, chiroyli qilib atachento ramkali qilib Evrostilda. Lyustralar osilgan, karnizlar qistirilgan. Hurmatli vatandoshlar, aynalar plastik hamlardan, podogolniklari bor. Tayyor ajoyib xonadon doğru girib yashaydigan. Shahrimizning zo'r mestasi Zapchas bozorining yanında. Hurmatli vatandoshlar, bu tarafimiz oshxona qismi bo'ladi. Farqlar qilingan, divorlar atachento, aristollari bor, zamonaviy duh, kontinent настенный отопление ham qo'yilgan. Reduktorlarni ko'rib turgansiz. Hurmatli vatandoshlar, gaz toshchalariga, kanalizatsiya, issiq suv toshchalari bor. Ajoyib. Bedene gaz toshchasi, hurmatli gaz plita toshchasi berib, beda vitishga o'rnatilgan, vitishi uchun rozetka joylari ham tashlab ketilgan. Bog' tarafli eshiklar ham yaxshi demir eshiklardan qo'yilgan, ko'rib turgansiz, katta bog', ziloniy zonasi ham bor, kruvoy stechkan bo'lgan, to'rda kolodobkasi ham ega. Ko'rib turgansiz, mevali daraxt ham bor edi. Chiroyli qilib mevali daraxt ham ekib qo'ydilar. Berlar travitina ham bo'lgan edi. Sokollari kafellar qilingan. Flafonlar ham o'rnatganlar. Beda bilasizlar, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Bog'cha maktablardan muammo yo'q. Hurmatli obunachilar, marshrut ham o'tib turibdi yana tarafimda. 12 marshrut, bir yan tarafidan 18 marshrut. Shahrimizning zo'r mestasida joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, beda setilliklar ham o'rnatib ketganlar, chiroyli qilib. Lesninsamiz ham yog'och lesninsalardan chiroyli qilib laqlaganlar, eshiklarni zo'r eshiklardan qo'yganlar. Birimiz yine 4,20 zal kısmı, uzinası 7 metr razmerda. Divorlar polni atachento, lyustralar osilgan, aynalar plastik ramlardan. Radiatorlar ham bor. Hurmatli vatandoshlar, tezorlarni chiroyli qilib o'zgacha qilib o'tib qo'ydilar. Galagellar bor patologlarimizda. Altın svet palasalar ham tashalgan meda. Xonadonimizda chiroyli berib turish uchun birimizda bir spalnisi. Görüntülensin. Lyustralar asılgan, divorlar atachento, aynalar plastik ramlardan, uzinası 5 metr. 5 metrlik spalnida ikkisi bor. Birimiz sanuzel,
Sanuzilam ayak tiylari kafel, divarlarım kafel, patologlar plastik, vanna unitaz rakonelar qo'yilgan, sinistlar yaxshisini qo'yganlar. Karanlar işleri bay işlerimize binay. Birimiz 5 metre, yani 270'ler bak. Divarların çıraylı ve ataçen tokulganlar. Bunu yuvup silip alış için. Divarlarımız lüstrlar asılgan, radyatörler var, patagonlikler koyulgan, aynalar plastiklanlar, ayak tiğine laminatlar yayılgan, film tutuslar ornatılgan. Hürmetli vatandaşlar, ikinci kavatımız registrede kızadı. Tüplü polamiz, birinci etajımız ise tüplü pol kılıngan. Hürmetli vatandaşlar, bizde narxı 820 milyon so'm aytılib turibdi. Üstünde gelişadan yeri bor, dokumentinden muammosi yo'q, dokumentim 100% tayyor. Hem sifatlar tutsalangan, qurilishdan umuman gap so'z bo'lishi mumkin. 200 kvadrat metrda joylashgan. Hürmetli vatandaşlar, 200 kvadrat metr orientiri Zapchas bozorining yana. Eski mashin bozor, Zapchas bozorining yanında joylashgan 2 qavatli tayyor xonadon. Narxı 820 milyon so'm. Gelişadan yeri bor, hurmatli vatandaşlar. Kimada qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilaversa, gelip üstüne so'rashib, kelishib olishingiz mumkin. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.